Challenge'imiz davom etadi qizlar. Bugun challenge'imizda 4-kuni. Hayron bo'lasizlarmi? Bugun 5-kun-ku. Nimaga 4-kun videosi qo'yilyapti deb. Videoni kecha o'z vaqtida qo'ya olmaganim uchun bugun joylab ayrim sabablarga ko'ra challenge nomini barakali ayol deb o'zgartirdim. Shartlari hali ham o'sha qizlar ertalab barvaqt turish, ibodatlarni qilish va kun davomida foydali mashg'ulotlar bilan shug'ullanish. Yana ham to'liqroq ma'lumot kanalimga joylangan. 4-kunda ham barvaqt turib, ibodatlarimni qilib, qoida bo'yicha foydali ovqatlanish edi. O'zimga mos tarelkani tuzdim. Yeb bo'lganimdan keyin to'q qoringa ichiladigan vitaminlarimni ichib oldim. Yaqinroq o'tiringlar qizlar, bugun turmushga chiqmagan va yangi kelinlar bilan dildan suhbat quramiz. Birinchi bo'lib aytadiganim, qizli vaqtingizdan boshlab faqat va faqat chiroyli duolar qiling. Turmushga chiqqaningizdan keyin har qanaqa vaziyatga sabrli bo'lishga harakat qiling. Kelinli uyingiz bu sizni ota-onangiz uyi emas, qaynona qaynotangiz ham sizni ota-onangiz emas. Faqatgina ota-ona o'z bolasini har qanaqa vaziyatda ham injiqliklarini ko'taradi. O'sha siz katta hayotga qadam qo'ydingiz. Turmush o'rtog'ingizni hech qachon ota o'rniga qo'ymang. Ishoning, juda ham qiynalib qolasiz, chunki menda bu narsalar bo'lib o'tgan. Sizni turmush o'rtog'ingiz umringiz davomidagi juftingiz hisoblanadi. Hamma erkaliklaringizni ko'tarib, sizga o'z bolasidek mehr beradigan inson emas. Hozir aytadiganim eng asosiysi va ko'p kelinlarning hayotida takrorlanib, kelinli hayotdan bezdirib qo'yadigan narsa. Bo'ldi, men turmushga chiqdim, farzandli bo'ldim, kelin bo'ldim deb hech qachon o'zingizni butunlay unutib qo'ymang. Har doim o'rganing, rivojlaning, o'zingiz ustingizda ishlang, o'zingizni har doim seving. Shunda kelinli uyingizdagilardan norozi va hayotdan zerikkandek bo'lib yashamaysiz. Challenge'da birga qatnashish uchun opisaniyani o'qib, yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ying.